Assalomu alaykum Andijon davlat pedagogika instituti va kanalimiz a'zolari. Biz turli xildagi challengelar, so'rovnomalar o'tkazyapmiz. Kafedralar o'rtasida juda ham bu narsa yaxshi ketyapti. Uni davomini qilish uchun qani ketdik. Qaysi kitob sizni bu hafta o'ziga tortdi? Наша институтская библиотека очень богатая. Особенно рекомендую студентам нашего института заниматься в читальном зале. В читальном зале находится очень много учебные книги, а также пособия разных авторов. В этой неделе я прочитала современный русский язык. Этот учебник состоит из 3 частей. Первая часть – фонетика, графика. Вторая часть – морфология. Третья часть – синтаксис. И учебник И.Т. Бабакулова. Эти книги, чтобы читали в читальном зале, особенно студенты-филологи. Там находится очень много по их специальностей. Qaysi kitobni sevib mutolaa qilgansiz? Men taniqli o'zbek yozuvchisi O'tkir Hoshimovning Ikki eshik orasi asarini o'qiganman. Har o'qiganimda yangicha talqinda, yangicha bir dunyoqarash bilan, yangicha bir qabul bilan o'qidim. Deyarli 4 marta o'qib chiqdim, lekin har o'qiganimda yangicha fikrlar, yangicha nima deydi, g'oyalar paydo bo'ladi. Menimcha bu asar hozirgacha o'zining dolzarbligini yo'qotgani yo'q. Rahmat. Birinchi marotaba o'qigan kitobingiz qaysi? Birinchi marotaba o'qigan kitobim 2-sinfligimda Sariq devni minib sarguzasht kitobi bo'lgan. Xo'p, savol. O'qib bo'lgan kitoblaringizni saqlaysizmi yoki sovg'a qilasizmi? Mana savol ekan. Endi hozir o'qib bo'lgan kitoblarimni sovg'a qilaman. O'qigan kitoblarim Said Ahmadning trilogiyasi bor, romani Ufq va Rasputinda Живи и помни degan asari bor. Albatta beni sovg'a qilaman, xudo xolasa. Kitobni sotib olasizmi yoki kutubxonadan olasizmi? Men kitoblarni ko'proq o'zimizning Andijon davlat pedagogika institutining axborot test markazidan olaman. Siz uchun kitobdagi qahramonlar muhimmi yoki syujetmi? Avvalambor men uchun syujet muhim, chunki unda ta'lim, tarbiyaviy jihatlari qancha yaxshi yoritilgan bo'lsa, eng muhim joyi shu yerda. Qahramonga keladigan bo'lsak, ular ham syujetning asl mohiyatini yorita bilishi kerak deb hisoblayman. Rahmat. Is there any kind of literature that changed your life? Yes, there is. I really love the books of Kurt Vonnegut. I think that his use of satire and his political commentaries have made me think a lot about the world.